Alyumin bo'lsa, yaxshisi bo'lsa, mantilaringiz ivib qolmaydi. Mana shunaqa deyshadi, ko'pchilik deyaptilar. Mantili ivib qolmas ekan. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, manti qasqon. Xo'p, bu ichida bo'ladi. Soladiganlari, listlari, ko'rasizlar. Bu alyumin bo'lar ekan bu. Prosta mendan ko'pchilik so'rashyapti, manti qasqon kerak, top bering, bo'lsa chiqarib yuboring deyshadi. Ochig'i men manti qasqonni olib kelmayman, lekin sizlar uchun xolis mana hozir bitta obzor qilib beryapman, mana ko'ringlar mana. O'zining listlari bor. Nechta listi bor amaki? 4 ta listi bor. Mana bunaqa tashqariga chiqib turadigan listli nabori ham bor. Ko'pchilik asosan mana bundan olar ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, mana korobkalab turibdi. Rossiyaniki bu. Ko'rishingiz mumkin. Buni Xitoyga ham bor ekan. Lekin buni farqi nimada amaki desam, buni aytibdilarki, alyumin bo'lsa, yaxshisi bo'lsa, mantilaringiz ivib qolmaydi. Mana shunaqa deyshadi, ko'pchilik deyaptilar. Mantili ivib qolmas ekan. Narxi qulay narxda 400 ming so'm. Sifatli, yaxshiroq qasqon nabor olasizlar. Endi men ham o'zim shu sohada bo'lganim uchun sizlarga yaxshisini ilm olaman. Pastda telefon raqamlarini yozib qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.